Assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 25-mart sanasi. Mana kavrak urug'larimiz chiqdi. Mana kavrak urug'lar, ko'qiston urug'i. O'ljon. Hammasi o'sib qolgan. Ko'chatlik uchun ekilgan. Hovlimizning oldiga. Mana. Maşallah, ya Xudoga shukr. Yomg'ir bo'lmaganligi sababli qo'lda sug'oryapmiz-da motorlarda. Mana urug'lar o'sib qolgan. Hammasi. Urug' kavrak urug'i 2 yil, 3 yilgacha ko'karishi mumkin mana. Onalar o'smagan. Endi suvlayapmiz, nishlab boshlayapmiz sekin-sekin. Agar bu yil o'smasa, kelasi yil o'sib chiqadi. Mana. Shunday o'sgan. Mana kavrak urug'i. Hammasi o'sgan, Xudoga shukr. Mana urug' singan urug' bo'lgan mana. Yarimi yo'q, yarimi bor. Shunday o'sib chiqqan. Qurtlagan, singan urug'lar ham o'sib chiqadi. Nechidir foizi o'smasligi mumkin. 1 kilogram urug'dan 20 ming, 25 ming dona bo'lsa, shuning 10 ming, 15 ming donasi ko'karib chiqadi, ko'chat bo'lib. Agar suv yaxshi bo'lsa, qaralsa. Mana keyingi pollar ham chiqqan. Bular ham bular. Hammasi. Mana ham o'sib boshladi mana. Sekin-sekin. Qancha ko'p suvlasa, shuncha ko'p chiqadi. Kichkinaga urug' mana o'sib chiqyapti. Mana yarimi yo'q. Yarimi yo'q, urug'larim o'sib chiqyapti. Beor kavrak bu, beor, ori yo'q. Faqat vaqtida qaralsa o'sib ketaveradi.